o'zini o'zi sevmaydigan ayolni qanday qilib boshqa erkak sevsin? O'zini o'zi qadrlamaydigan ayolni qanday qilib boshqa inson qadrlashi mumkin? O'zini hurmat qilmagan, umuman o'zini oxirgi o'ringa qo'yib yashagan onani qanday qilib farzandlar qadrlashi mumkin? Ochiq bo'lsa ham bu haqiqat. Qarang, bugun siz bilan shu mavzu bo'yicha keling yaqindan suhbatlashamiz. Bir kun davomida o'zingiz haqingizda necha marta salbiy fikr aytdingiz? Ahamiyat berdingizmi shunga? Bilasizmi, necha mingtalab fikr o'tadi bir kun davomida bizani miyamizdan. Shu darajada ko'p, lekin ularning ichida eng asosiy qismi o'zimizga nisbatan bo'lgan negativ fikrlar. Bular doimiy ichimizdan qaynab chiqib kelib turadi. Doim oynaga qaraganda, voy xunukman, ko'rinishimni qara, o'zimga qara olmadim, bo'yanmadim, pardozam qilmadim, sochlarimni ham to'g'rilamadim. Bu agar o'shalarni qilsangiz o'zingiz yaxshi ko'rasiz degani emas, o'shanda ham tanqid qilasiz. O'shanda ham nimadir neto, nimadir noto'g'ri, menda nimadir neto turibdi, men noto'g'riman, men chiroyli emasman, men go'zal emasman deb oddiy tashqi ko'rinish ma'nosida aytyapman-da hozir. Bunaqa ayol o'zini o'zi sevolmagandan keyin, doim kamchilik izlavergandan keyin qanaqa tashqarida boshqalardan sevgi kutishi mumkin? Bu mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Ichingizda nima bo'ladigan bo'lsa, siz haqingizda tashqarida hamma shuni aks ettiradi. Hamma aks ettirib keladi. Ishda ham, oilada ham, boshqa joyda ham. Gap borku, ichingdagi ichingdadir deganga o'xshab. Ya'ni eng asosiy ko'zgu bizning ichimizda. Va tashqaridagilar shunchaki ichkarida bo'layotgan voqealarni biz ichimizda ketayotgan programmalar ishlab turgan aktiv bo'lgan dasturlarimizni aks ettirib turuvchi shunchaki sahnada rol o'ynab berayotgan shaxslar. Sizni kimdir tinimsiz qadrsizlantirdimi? Bu vaziyat ketma-ket bo'lyaptimi? O'ylab ko'ring. Demak, nimadir noto'g'ri ketyapti. Nimadir anglanmagan, siz o'zingizda doimiy qilib kelayotgan nimadir vaziyat bor ichingizda. Masalan, men yillar davomida oynaga qaraganimda, mana hozir ham qarab turibman, sochlarimni yomon ko'rganman, ochiq aytaman. Har safar oynaga qaraganimda sochim xunuk, patakka o'xshaydi deb qaraganman. Chunki sochlarim tabiiy jingalak. Buni ildiziga tushganman, ildiziga tushib ko'rdim. Nima uchun menga bu fikr qatdan kelgan deyapman. O'zimni tashqi ko'rinishimga nisbatan nafrat. Soch bu birgalikda bog'lanib ketgan. Soch, tana, yuz tuzilish, ba'zan labimga qarab, ba'zan ko'zimga qarab, keyin stop deganman. Bu ovozlar qatdan kelyapti? Ong osti shunaqaki, o'tirib o'ylab, men ichimda nima bor bilmoqchiman desangiz chiqmaydi dasturlar. Ular qachon chiqadi? Ya'ni biz doimiy aktiv yuramiz, kundalik beta to'lqinlarda yuramiz-da. Miyamiz aktiv beta to'lqinda bo'ladi va bunaqa paytda biz ong ostida bo'layotgan narsalarni tushuna olmaymiz. Delta to'lqinlar bor, teta to'lqinlar bor. Mana shularning ketma-ketligi bu chastotalarda mana shu to'lqinlardagina biz ong ostidagi narsani bila olamiz. U to'lqinlar qachon bo'ladi? Uyquga ketishdan oldin, uyg'onishdan oldin. Ana shu faza ong ostiga o'tib olib programmalarni ko'rsa bo'ladigan davr. Meditatsiya shuning uchun ham qilinadi. Meditatsiya paytida siz beta chastotalar asta sekinlashib, undan keyingi etapga o'tasiz. O'sha paytda ong osti eshiklar ochiladi. Bolachalarda mana eshitdinglar, ildiziga tushamiz. Bolachalarda 7-8 yoshgacha bu ong osti eshiklar darvozasi ochiq turadi. Nimani bersiz oladi, nimani bersiz gubkaga o'xshab ber, informatsiya to'playapti, keyin yopadi hamma joyi. Bo'ldi. Ma'lum yoshga kelib yopiladi. Bo'ldi. Endi bu yoqqa kirish uchun avval 24 soat ochiq turgan darvoza, endi faqatgina siz xohlagan paytingizda mana shu meditatsiyalar qilish yokida nimadir initiatsiyalar qilish, praktikalar qilish orqaligina yokida yozuv chizuv mashqlari bilangina endi tusha olishingiz mumkin u darvozani ochib. Endi yopiq. O'sha paytgacha nimalar kirib qolgan bo'lsa, o'sha narsalar yashaydi umrimiz davomida. Mana sochimga keluvdik, mana shu sochlarimni har doim yomon ko'rganman. Har doim nafratlanganman. Qanday xunuk. Xudo nima uchun meni bunaqa xunuk yaratgan? Xudodan xafa bo'lganman meni shunaqa yaratganligi uchun. Buni ildizini qarang-da, endi men 8-sinfligimda siz ham o'zingizga chiqib keladi. Eslab bir martaga o'ylab ko'ring. 8-sinflik vaqtimda operatsiya bo'lganman va maktabga 2-3 oy bora olmaganman. Men juda ham a'lochi edim. Maktabimni juda ham yaxshi ko'rardim va sinfdoshlarimni ko'rish uchun maktabga borganman. Maktabga borgan paytimda xonani taqillatganim esimda. O'qituvchim chiqqanlar, narigi rus guruhimizning rahbari meni tanimas ekanlar, tanimasdilar yoki tanimaganlikka olgan. Keyin borib eshikni taqillatganmanda ustozim chiqqan. Assalomu alaykum ustoz, iltimos dugonam chaqirib bering deb ismini aytganman. Ismini aytdim. Ustozim kirib ketdilar xonaga.
kulib yuborgan ovoz chiqdi xonadan. Bir 20 tacha o'quvchi o'tiribdi. Keyin dugonam chiqib kelyapti-da, menga qarab kulyapti. "Ya, senmiding?" deb aytayapti-da. "Senmiding? Men kim ekan debman. Ustoz xonaga kirib bitta bor, lo'liga o'xshagan qiz seni chaqiryapti, sochi patak. Bor chiq" deb aytganda. Dugonam shu gapni aytdi o'zimga. Kulib qo'ydim, lekin o'sha paytda mana qarang, 15 yoshimda qolib ketgan. Shunaqa o'zimdan uyalganman sochimdan. Sochim yoyilgan edi. Men chiroyli nimadir qilishga ham ulgurmaganman. Chunki operatsiya bo'lganman, uyda hech kim ruxsat bermasa ham maktabga bordim. Maktabimni sog'inib, chunki juda ham a'lochi bo'lganman. Keyin sharfim bilan sochimni bog'lab oldim-da, uyga ketdim. O'sha paytda to'g'ri qo'shilib kuldim dugonam bilan, lekin ichimda bitta narsa uzildi. Bitta ustoz o'sha paytda jahl chiqib turgandir, asabiy bo'lib turgandir, nimadir yoqmayotgandir. Beparvolik bilan aytilgan bitta gap, mana ko'rib turibsiz, 10 yil vaqt davomida meni miyamda hali o'zim eslolmay ketganman bu vaziyat. Yaqinda eslab qoldim, 2-3 yil oldin. Yillar davomida shu o'zimni bitta qismim bo'lgan sochlarimdan nafratlanishimga sababchi bo'lganda. Hozir umuman unaqa emas, mana ko'rib turibsiz, tekislamaganman ham, hech narsa qilmaganman, chunki shunday holatligicha meni Xudo yaratgan. Mana shunaqa jingalak sochlar bilan. Agar tekis sochlar bilan men chiroyli bo'lganim deydi, Alloh meni shunaqa yaratardi. Chunki eng go'zal yaratuvchi bu Alloh. Meni shunday holatda yaratdimi? Demak, meni go'zalligimni, mukammalligi mana shunda. Har bitta og'rig'imiz shunaqa bo'ladi. Har bitta o'zingizni tashqi ko'rinishingizga nisbatan kritika ketayotgan bo'lsa, bir martaga o'zingizdan so'rab ko'ring. Bu meni og'rig'immi yoki kimnidir bitta beparvolik bilan aytgan gapini yillar davomida ko'tarib yuribmanmi deb. Bu nafaqat tashqi ko'rinishga, bizani xarakterimizda ham shunaqa. Masalan, ba'zi onalar tinimsiz qizini urishadi-da. Sen bunaqasan, sen yomonsan, gapga tushunmaysan, hammani bolasi bola, sen qiz qanaqa bo'lding bilmadim, meni faqat qiynading, asabimni tamom qilding, qo'lingdan bir ish kelmaydi. Shuncha gap aytilgandan keyin siz qanaqa qilib bundan bir zo'r natija chiqadigan qiz farzand bo'lishini kutyapsiz? 100 martalab bir kunda o'zingizga ayting, men yomonman, meni qo'limdan hech narsa kelmaydi. Ayting, 10 kun ayting, o'tirib qolasiz depressiyaga, yotib qolasiz. Farzandlarni onalar deyarli har kun shunaqa gaplar bilan siyliydi juda ko'p joylarda. Keyin duo qilayotganda, Allohim farzandim muvaffaqiyatli bo'lsin, omadli bo'lsin, ishlarini barakasini ber, zo'r bo'lib ketsin. Kechirib qo'yasiz. Faqatgina qo'lingizni duoga ochganda so'ragan narsangizgina amalga oshib, prosta aytgan gapingiz amalga oshmaydi emas. Biza vibratsiyamiz. Bizni har bitta gapimiz vibratsiya. Bizning juda katta qismimiz mana, agar biologik taraflama oladigan bo'lsangiz, juda katta qismimiz suvdan iborat. Suv bu vibratsiya deganda. Mana shuni o'zi ham olimlar ham buni isbotlashgan. Mana shuni o'zi ham ko'rsatib turibdi. Ya'ni biz energetik mavjudotmiz. Biz energiyamiz, tanamiz energiya, fikrimiz energiya, har bitta aytayotgan gaplarimiz, og'zimizdan chiqayotgan gap energiya. Shuning uchun farzandingizga aytayotgan gaplaringizda juda ham diqqatli bo'ling. Onajonlar, mana biz уже ota-onamizdan o'tib keyingi davrimizda, ulardan keyingi bo'g'immiz. Hozirgi paytda juda rivojlanish tezlashib, yangilanyapti tarbiya mexanizmi. Endi avvalgi olgan og'riqlarni emas, ularni tozalab, tarbiyani qayta dasturlab, qayta ishlab, o'zimizdan keyingi bo'g'inga o'tkazib berishimiz kerak. Olgan narsani o'tkazib berib borasiz, agar o'zingiz ustingizda ishlamasangiz. Chunki mana 20 yoshida men hech qachon farzandimga qo'l ko'tarmayman, men hech qachon farzandimni urmayman ham, yomon gap ham aytmayman degan onalar oradan 5 yil o'tib, o'sha farzand dunyoga keltirgan 4-5 yoshmi, urib ham yotibdi, urishib ham yotibdi, so'kib ham yotibdi, haqoratmi boshqasimi nimaga? Sababi bolani shartsiz seva olasiz, hech bo'lmaganda 4-5 yoshgacha. Undan keyin chiqib keladi, onangiz sizga bergan narsalar hammasi chiqib keladi. Agar qayta ishlamasangiz, onangizdan boshqa inson bo'la olmaysiz. Siz ko'rgan ayollardan boshqasi bo'la olmaysiz. Shuning uchun juda ham muhim onalarga qayta mana hozirgi bizaga, ya'ni sizga va menga juda ham muhim o'z ustimizda ishlash. Yaxshilanib, tarbiya mexanizmi yangilab, o'zimizda to'g'irlab, o'zimizda o'sha
shakllangan programma dasturlarni topib qayta ishlab ularni keyin eng yaxshi ilinganimizni keyingiga o'tkazib berishimiz kerak. Chunki farzandlar bizdan keyin davom etayotgan bizni aynan o'zimiz bunday olib qaraganingizda birlik davom etib kelyapti. Har bitta insoniyat mana shunday o'zidan keyin avlod qoldirish orqali haligacha masalan bobolarimizni izi bizani genimizda yashayapti. Bizni ham izimiz bizni farzandlarimizda yashaydi. Shunaqa qilib bu bo'g'in davom etib ketaveradi. Eng muhimi rivojlanish, ya'ni evolyutsiya oldinga ketish kerak. Nabrot orqaga ketadigan bo'lsa, unaqa mana tabiiy rivojlanishda ham oladigan bo'lsangiz, biologiyada ham qoloqlashish bor. Qoloqlashishda bo'lgan organizmlar qirilib ketgan, yo'qolib ketgan. Nimaga? Chunki ular moslasha olmagan. Ularda moslashgan paytda evolyutsiya bo'ladi. Ya'ni yangilashadi, yangi muhitga moslashadi, yangi sharoitga moslashadi, yangicha hayot muhitiga, yangicha atrofga moslashadi. Вот, yangichaga moslashganlari yashab qolgan, moslashmagani yo'q bo'lib ketgan. Izi qolmagan uje. Ko'ryapsizmi? Tarbiya ham, bizdan davom etishimiz ham shunga o'xshagan narsa. Ya'ni har doim rivojlanish bo'lishi kerak. Har doim o'sish bosqichi bo'lishi kerak.